ikkita o'zbek Polshadan Portugaliyagacha 35-kunimizni tugatdik, chodirimizni mana shu to'shadik. Lekin qayerdaligimizni bilmaymiz hozir. Qaranglar, bu yoqda zavod bor. Bu yoqda o'rmon. Boya qaraganimizda bu yerda 3 ta 4 ta tulkilar yurishgandi. Bu yoqda bo'rilar ham bo'lishi mumkin, lekin bizning oldimizga kelisha olmaydi. Agar politsiya keladigan bo'lsa, uzog'i bilan jarima berishi mumkin, lekin biz обязательно Portugaliyagacha borib Guinness rekordga kiramiz. Boshqa yo'l yo'q, iltimos to'g'ri tushuninglar buni. Xo'p, biz birinchi eshigimizni yopdik. Bu bizani oyog'imiz latisa sepadiganimiz. Hamma sumkamiz shu yerda, qaranglar. Bizani bu ko'rpamiz. Eng qizig'ini aytaman, hozir qaranglar. Mana buni qaranglar. Tagimiz punni pastlik. Bu yog'i tepalik, bu yog'i tepalik, bu pastlik. Endi bu yerda qanaqa yotamiz deb o'ylaysizlar? Hozir bizda yomg'ir, mana ustiga tushyapti, eshitayotgan bo'lsanglar agar. Endi biz eshigimizni yopamiz. Ikkinchi eshigimizni ham yopamiz. Bunisini sekin ochib qo'yamiz, chunki shtobi bug'lanib ketmasligi uchun. Agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, qattiq yog'adigan bo'lsa, 100% bug'lanib ketadi. O'zbekiston ikkita farzandinglar butun O'rta Osiyo uchun yo'ldamiz. Prosta tak bizani duo qilib turinglar. Biza Yevropani zabt etgan birinchi o'zbek va birinchi insoniyat tarixidagi insonlarga kiramiz. Olg'a O'zbekiston.